Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. 2026-yil 11-iyunni bolalar kuni bilan hammalarni tabriklayman. Orange Ruby o'riklarimizni ko'rib o'tinglar. Yirikligi o'ta yirik, hosildorligi dahshat. Bu yil sovuq bo'lgan nisbati bilan, lekin ba'zi o'riklar Orange Ruby o'rigi sovuq urmaydi mana. Hosilni ko'rib qo'yinglar, juda ham ser hosil. Mana bittasimiz hammasi. Rangini qarang, rangini juda ham chiroyli. Eng ser hosil o'riklardan biriga kiradi. Tana bo'ylab mevani qo'yib soladi. Hozirgi kunda narxlari optim bir joyga 35 ming so'm sotilyapti. Opalarimiz teryapti. Mevani qaranglar. Birinchi terim bo'ldi. Qizargan, sarg'ayganlar uzilyapti, qolgan turibdi. Mevani qaranglar. Birinchi terim uzilgan qoladigan juda ham zo'r. Mana buni qarang. 50 kilo, 60 kilodan meva ushavergan 3 yoshli, 4 yoshli daraxt. O'riklar sirazi mevaga kiradi. Ko'pchilik juda yaxshi biladi. Holatini qaranglar, juda ham kilas. Kalibri qilich o'rikdan ancha yirikroq. Banderi o'tdi-da, o'sha o'rikdan ancha yirik. Mevani qaranglar. Maşallah, maşallah. Bittadan videoga like bosib qo'yasizlar do'stlar. Buning ishonchli ko'chatlari bor. Nomerlarimiz 346 46 99 raqamiga bog'lanaverasizlar. Hosillarga gap yo'q. Tuzilish qana bo'ladiganlarga juda ham shirin.